Qarang opajon, bugungi kunga hozir hamma nima deydi, yaxshi ishlash, yaxshi daromad ko'rish deysiz. Sizga shunday savolimiz shunaqa bo'ladiki, bugungi kunga kimlarga yaxshilik qilsak bo'ladi? Hammaga yaxshilik qilish kerak. Yaxshilik qilsangiz, yaxshilik bandasidan qaytmasa Allohdan qaytadi. Endi asli mana imkon qadar inson yaxshilik qilish kerak o'tkinchi dunyoda. Shu hayotingizda bir marta bo'lsa ham kimgadir yaxshilik ulashganmisiz? Men faqat yaxshilik ulashishni yaxshi ko'raman. Birovga hech ham yomonlikni ravo ko'rmayman. Rahmdilman o'zim, chunki birov og'ir setga ko'tarib olgan bo'lsam, keyin shunga ko'tarishay deyman. O'zimni ko'tara olmasam ham shunga ko'tarishkim keladi-ki, shunga yordam beray deb. Yaxshilik hammaga yaxshi. Hozirgi shu xalqimizni ichida yurgan ayrim odamlarga nisbatan yaxshilikni ko'p ulashish kerak deb o'ylaysiz? Ha, albatta. Faqat yaxshilik qoladi insondan. Bu o'tkinchi dunyoda faqat yaxshilik qilish kerak. Yaxshilik hammaga yoqqani ham. Qani, yaxshilik qilish hammaning qo'lidan kelmaydi, yomonlik qilish hammaning qo'lidan keladi. Yomonlik qilish oson. Yaxshilik qilish ham oson, lekin hammaning qo'lidan kelmaydi. Har kim qilgisi kelmaydi. Ha, ko'p insonlar kibrli, menga nima deydi, qilmaydi. Lekin bilmayman, men fikrim yaxshilik qilgan yaxshi hammaga. Bu o'tkinchi dunyoda. Oldin hamma bir-biriga mehribon edi, hozir mehr-oqibat yo'qolib ketgan odamlardan. Mehr-oqibat yo'qolib ketgan. Oqibat o'rtamizga ko'tarilib ketgan. Ko'tarilib ketgan. Odamlar o'zgarib ketgan. Hozir qanaqa nima o'zgarib ketgan deyshadi. Hozir hayot, dunyo, anaqalar, texnologiyalar hamma o'sha o'zgartirdi deyshadi-ku, lekin odamlarning o'zi o'zgarib ketgan. Hamma narsa joyida. Odamlar o'zgarib ketgan. Mana oldin mehr-oqibat kuchli bo'lgan yoshligimizda mana buva, do'da, xolalar, ammalarki borurilgan. Va xursand bo'lib kutib olgan. Hozir birovnikiga borsangiz, nima kelibdi deydi. Hayron bo'ladi hozir borsangiz. Tinchlikmikin deydi, nima kelibdi ekan deydi. Ha, oldin unaqa bo'lmagan. Va kelinglar deb kutib olingan. Shunaqa. Hozir mehr-oqibat ko'tarilib ketgan. Mayli hammaga insof bersin. Alloh shunaqa. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Bizni Alloh jamoamizga omadinglarni bersin. Sog' bo'ling. Yaxshi yuringlar. bo'lasiz. Xo'p, mayli, sog' bo'ling. Xo'p. Assalomu alaykum. Hormangizlar, aka, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bizlar sport klubidan bugun yaxshilik ulashayotgan kunimiz. Mana sizga mehnatkash, mana obodonlashtirish, mana hurmatli prezidentimizni tashabbusi bilan mana hududlarni tozalash, bu anaqa qilish maqsadida mana mehnat qilyapsizlar. Bu halol mehnatlaringizni hamma qadrlashini xohlaymiz. Shu jamoada mana bizning sportchi jamoamiz ham, sport klubimiz ham, shu bu sport klublarimiz bugun jamoamiz bilan bo'lib yaxshilik ulashish maqsadida obed qilib oldilaringizmi? Olib kelinglar. Mana shuni bizning jamoamizdan olasizlar. Issiqgina somsa. Mana bu sportchi bolalaringizdan, sportchi ukalaringiz nomidan bir yaxshilik ulashganmiz. Xudo xolasa mana sizlarning mehnatingizni qadrlagan anomimizda. Marhamat, oling. Oling, xola, oling, ichidan oling. Oling. Onaxon, oling. Aka? Bitta olib qolasiz. Rahmat. Charchamang mehnatda, anonsdan qilmang. Sizlarning mehnatlaringiz halol. Chunki bu yurtimizning hozir shuncha go'zal bir chiroyli bu obodonlashtirayotganingizga o'z hissalaringizni qo'shasiz. Buning uchun tashkilot rahbarlaringizga, siz mutasaddi tashkilot rahbarlaringizga ham, anonsga ham o'z minnatdorchiligimizni klubimiz nomidan bildiramiz. Rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xo'p. Assalomu alaykum doda. Salomatmisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Necha yoshda bo'ldingiz? Keyingi yil 60 ga to'laman. Xudo xohlasa. Malades, iloyim, siz yoshingizga biz ham yetib yuraylik. Biz ham mana terma jamoamiz O'zbekiston Respublikasi Sport Kempa Sport Federatsiyasi tomonidan bugun komandamiz bilan yaxshilik ulashish maqsadida toza hududlarda shu obodonlashtirib olib borayotgan odamlarga biz yaxshilik ulashmoqchimiz, kayfiyatlarda. Xo'p. Videoga olayotganimizga qarshi emasmisiz? Yo'q, mayli, haligi xizmat bormi? Yo'q, mayli yordam kerakmi? Yordam qilamiz. Yo'q, rahmat. Mana siz tufayli, qarang do'stlar, sizlar tufayli, jamoalar tufayli mana hurmatli davlatimiz tomonidan borilayotgan
odilona siyosat bilan obodonlashtirish, ko'kamlashtirish, yashartirish bo'lyapti. Hop. Mana ro'zai zamin oldida mana tozalashyapsiz, shuning uchun sizga, tashkilotingizga, siz mutasaddi tashkilot rahbarlaringizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shu evaziga sizga masalan mana shu olib borayotgan toza hududlaringizni tozalayotganingiz uchun 60 yoshga kirib mehnat qilyapsiz. Iloyim bizga ham shunday kunlar nasib qilsin. Bizni jamoamizga ham shunday kunlar nasib qilsin. 60 ga kirib mehnat qilish. Xudoga shukr, nevaralarimizda bor, Xudoga shukr. Malades. 3 ta to'y o'tkazdik. Malades. Hammamiz ham yaxshi to'ylar qilib o'ylagan narsangizni yetinglar. Hammamiz ham o'ylagan narsalarni yetinglar. Shunday. Hammamizga kuch-quvvat bersin, hammamizga. Eng kerak salomatlik. Sog' salomatlik bo'lsa hamma narsa yegisi. Biz ham shu salomatlikni o'ylab, anonsini o'ylab, shu Kempo federatsiyasi tomonidan ulashayotgan narsalarimiz bor. Agar anavi qilsangiz, mana obyektlar qilib olasiz, Xudoda. Bizning sport jamoamizga nima deysiz? O'z xalqimizga nima deb aytasiz? Xalqimizga tinch bo'lib, tinchlik bo'lsin, tinchlik xotirjamlik. Yurtboshimiz omon bo'lsin. Davlatimiz shunday sharoit yaratib beryapti. Davlat rahbarimiz omon bo'lsinlar. Mana sportimizni shuncha rivojlanishiga hissa qo'shayotgan Otabek Muhammadilovich Umarov omon bo'lsinlar. To'ppa-to'g'ri. Mana qo'shilaman shu sizga. Sport bilan shug'ullanganmisiz? Endi haligi shug'ullantirma, endi juda emas-da, lekin shug'ullanib turish kerak. O'zi hammamiz shug'ullanib turmasa bo'lmaydi. Bo'lmaydi, ha? Hammamiz shug'ullantirish kerak. Rahmat. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Hammamiz salomat bo'lasiz. Xo'p.